Xo'p, darsimizni boshida aytib o'tdik. Voris olish Javada umuman dasturlashda ma'lum bir qonun qoidalar asosida amalga oshiriladi. O'sha qonun qoidalarni ayrimlarini bugungi darsimizda men tushuntirib beraman. Qolgan qismini, qolgan qonun qoidalarini keyingi darslarda sekin-sekin tushuntirib ketaman. Birinchi nimamiz, qoidamiz multiple inheritance ni amalga oshirib bo'lmaydi. Buni ko'rdik hozir. Ya'ni bitta klass bir vaqtning o'zida bir nechta klassdan voris ola olmas ekan. Xuddi shuningdek, siklik inheritance ni ham amalga oshirib bo'lmaydi. Siklik nima degani? Bu degani, masalan, bizada programmer klassimiz employee klassidan voris olgan. Endi shuni teskarisini qiladigan bo'lsak, ya'ni employee klassini programmerdan ham voris oldirib qo'yadigan bo'lsak, bir vaqtning o'zida ikkalasini qiladigan bo'lsak, bu narsaga ruxsat etilmagan. Ya'ni employee klassi voris olgan persondan emas, aytaylik programmerdan deb yozadigan bo'lsak, bizga xatolikni ko'rsatadi. Qaysi xatolik? Aynan mana cyclic inheritance involving deb ko'rsatyapti. Ya'ni cyclic inheritance mumkin emas, bunaqa narsa qilib bo'lmaydi degan xatolikni ko'rsatyapti. Demak, o'shaning uchun oldingi holatiga qaytarib qo'yaman. Cyclic inheritance ham mumkin emas ekan. Endi qaysidir klassning ichida birorta private konstruktor bor bo'lsa, ushbu klassdan ham voris olib bo'lmaydi. Ya'ni inheritance ni amalga oshirib bo'lmaydi. Masalan, aytaylik, bizada person klassi bor edi mana. Person klassi bor edi. Person klassining ichida mana ikkita men konstruktor oldim, public, mana shunaqa konstruktorlarni oldim. Endi mabodo shu konstruktorlardan ixtiyoriy birortasini private qilib e'lon qiladigan bo'lsam, demak bu person klassidan voris olish taqiqlanar ekan. Public emas, masalan, private deb qo'yadigan bo'lsak, mana voris olish taqiqlanadi. Endi bu person klassidan asosan bizda employee va athletic klasslar voris olgan, mana xatolik beryapti. There is no default constructor available. Yoki bo'lmasa, mana bu joyda atletikda ham xato beryapti. Private konstruktori bor bo'lganligi sababli, demak, biz ushbu klassdan voris olishni taqiqlab qo'ydik, ya'ni olib bo'lmaydigan qilib qo'ydik. Shuning uchun buni private emas, public qilib qo'yamiz mana. Bu keyingi qoidamiz ekan. Undan keyingi qoidamiz konstruktorlardan voris olinmaydi degan mana qoidamiz bor ekan. Aslida mana e'tibor bering, ikkita konstruktor mana shu yerda turgani bilan bu konstruktorlar voris bo'lib employeega o'tgani yo'q, bu yoqqa kelgani yo'q. Bu yoqqa faqatgina a'zolar deganda yoki mana bu o'zgaruvchilari, ya'ni propertilari yoki bo'lmasam qanaqangidir masalan metod bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, uxlash degan bitta metod olaman. Mana void qaytaradigan sleep degan bitta metod olaman. Ushbu metod ham aytaylik uxlayapman degan bitta metod mana. Ushbu metod ham voris bo'lib o'tadi. Demak, voris bo'lib o'tishi mumkin ekan fieldlar, ya'ni propertylar va metodlar voris bo'lib o'tishi mumkin ekan. Mana bu konstruktorlar voris bo'lib o'tmas ekan. Public bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi, farqi yo'q. Voris bo'lib o'tmas ekan. Bu keyingi qoidamiz ekan. Undan keyingi qoidamiz private a'zolardan voris olinmaydi. Ya'ni qaysi metod yoki bo'lmasam qaysidir field private deb e'lon qilingan bo'lsa, o'sha a'zodan demak voris olinmas ekan, olib bo'lmas ekan. Masalan, aytaylik, mana shu name ni men private deb e'lon qilaman. Endi name ni private deb e'lon qilganligim sababli name employee yoki atletikka voris bo'lib o'tmaydi. Mana voris bo'lib o'tmaydi. Ochadigan bo'lsak, qani bizda main klassimiz bor edi, mana name'da xato beryapti, e'tibor bering. Yo'q bunaqa narsa.
bu private bo'lib qolgan, bu voris bo'lib o'tmagan degan ma'noda bizga xato beryapti. Agar o'sha personning ichidagi name'ni o'zgartirib qo'yadigan bo'lsam, ya'ni private emas, yana oldingi holatda package yoki public protected qilib qo'yadigan bo'lsam, bemalol ruxsat bor. Endi mana hech qanaqangi xatolik yo'q. Demak, qaysi a'zo, ya'ni qaysi property yoki qaysidir metodning access modifikatori private bo'ladigan bo'lsa, aynan shu a'zodan voris olinmas ekan. Masalan, men hozir aytaylik, o'sha Java programmerni sleep degan metodini chaqiraman. Endi agarda sleepni ham men private qilib e'lon qiladigan bo'lsam, mana private qilib e'lon qiladigan bo'lsam, demak, mana ishlamayapti bu ham. Xo'p, endi keyingi nimamiz konstruktorlarni super so'zi orqali chaqirishimiz mumkin ekan. Endi qarang. Men persondagi private'ni olib tashlab qo'yaman. Endi hozir men agarda mana shu joyda diqqat bilan e'tibor qiling. Keling, employee'dan boshlaylik. Personning ichida ikkita konstruktor mana. Default konstruktor hamda hamma argumentlari bor bo'lgan konstruktor. Endi men agarda employee'da konstruktor olmoqchi bo'lsam, mana e'tibor bering. Konstruktor olmoqchi bo'lsam, bunda demak, personnikini ham chaqirasanmi yoki yo'qmi deb so'rayapti mana. Personnikini chaqirasanmi yo'qmi? U voris bo'lib kelgani yo'q. Buni yana bu yoqqa chaqirasanmi deb so'rayapti bizdan. Yo'q deb. Masalan, pustoyini chaqiraman, mana default. Endi demak, uni pustoyini chaqirding. Mana men bu employee'ni o'ziga tegishli bo'lganlarini qaysi birini olmoqchisan? Masalan, aytaylik, hammasini olmoqchiman men. Okey, mana. Employee'ni o'ziga tegishli bo'lganlarini oldim. Endi keling shuni men hammasini emas, default konstruktorlarni ochib qo'ya qo'ydik. Okey, select now mana defaultini oldim. Defaultini to'g'ridan-to'g'ri olamas ekanman. Demak, buni default konstruktorni ochishim uchun men u voris olgan klassni default konstruktori bor bo'lsa, buni ola olaman. Masalan, men buni olib tashlaydigan bo'lsam, yo'q qiladigan bo'lsam, bunda mana bizda xato beryapti. Qarang, to'g'ridan-to'g'ri buni default konstruktorni ololmayman. Agarda xuddi shunaqangi default konstruktor voris bergan klassda yo'q bo'lsa, bizga xatolik beryapti. Chunki bu bunda mavjud bo'lgan nimalarimiz, konstruktorlarimiz employee'ga voris bo'lib kelmagan edi. Demak, bunda bor bo'lsagina mana men ichida o'sha konstruktorni olishim mumkin. Bunisida yo'q bo'lsa ololmas ekanman. Xo'p, endi yana bitta konstruktor olaman. Alt insert bilan qarang. Alt insert bilan. Endi mana hammasi bor bo'lgan konstruktor orqali unga qo'shib qo'yaman. Masalan, mana bunda borlarini hammasini qo'shib qo'yaman. E'tibor bering. Hammasini mana o'sha personga tegishli bo'lganlarni hammasi plus employee'ga tegishli bo'lganlarni hammasini mana shu joyda oldik. Argument sifatida oldim men. Hozir bu bitta qatorga sig'maganligi sababli men pastga tushib qo'yaman, sig'adigan qilib ko'rinadigan qilib qo'yaman. Mana. Endi mana bu joyda this masalan name, this surname, this birthday demadida super orqali unga murojaat qilyapmiz. E'tibor bering. Super orqali uni ota klassining konstruktorini chaqiryapmiz. Demak, super ota klassini mana shu narsalarini bu yoqqa chaqirib olib kelib qo'yapti. Super orqali o'sha narsani amalga oshirib beryapti. Demak, agarda bizga ota klassining konstruktori bola klassining ichida kerak bo'lib qolsa, super kalit so'zi orqali uni chaqirishimiz mumkin ekan, super orqali. Bu endi keyingi qoidamiz edi.